Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ochil aka sizmi? Mol doktor. Bizda ochilganmiz. Bahram aka nomeringizni berib edi. Bitta ho'kiz oldi kecha juma kuni. Juma kuni ho'kiz oldi. Shu hashar yemayapti. Nima qildi o'sha? Usul bo'lganda. Bahram aka u yoqqa o'tsak ham kuladi, bu yoqqa o'tsak ham kuladi ho'kiz. Yutadi, kuladi. Bilmayman. Bahram aka keldi, tag'in ko'rdi. Og'ziga tuz dedi, ana katta tuzdan berdik. Uni ham kichik nima qiladi? Keyin Bahram aka sizni aytdi, shu Ochil aka biladi dedi. Men bilmay qoldim dedi. Nima qilganikan o'zi yaramay, boshqa narsa nima u davolashni boshlab turib. Nima deb diagnoz qo'ydi? O diagnoz qo'ya olmadi u. Nima og'ziga ovqat yeyolmayman. Ovqat hashar yemayapti. Tuz beringlar deb tuzni pichi yaladi, tag'in yalamadi. Qum yeyapti, qum. Vitamin qilish kerak 3-4 kun bos. Preparansı yo'qmi? Sigirma tanima. Ho'kiz. Necha yashar? 2 yasharmi, 3 yasharmi? 3 yashar. Qayerda uyingiz? Uyim shu Zolimxona 13 ta aka. 13 ga borolmayman aka men. 13 ta shuni moshina bilan borib olib kelsak ana. Ertaga bitta qo'lim tegadi. Bugun qo'lim tegmaydi 13 ga. Bugun ishim ukolaqlayman qoldi. Avvaqtam degan doktorlarim bor-ku. Bir yoqqa o'tsagan bir ukol qilsak shovib o'tadi qizga ochchilik. Bilmayman, buni aytmadim. Shu Bahram akani aytibdi, Bahram aka nima qildi? U yoqqa o'tsak ham kuladi ho'kiz, bu yoqqa ham o'tsak kuladi, qumiydi. Kuladi? Aya. Ho'kiz kulama. Aya. O'tlarga javob ber. Oppa. Ho'kiz kula, o'tib turjak bilamasam. Aya. Qanday chaqirma, internetga chaqirayın ertaga. Men o'zga telefondan. Ertaga ko'ramizda kulsa. Soqit bersa, soqit chaynayapti. Vitamin olsa, uni vitamin qilish kerak. Soqit bersa, soqit qilish kerak-da, u shu vitamin o'zi bo'lganda. Eki orqan oyog'ini ko'tarib oladi. Ay, kim kemayapti, seniki? Aka shuni nima qilamiz? Aka katta pulga olamiz, egasini olib boraylik desak, egasini bilmaymiz aka.